Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abu Bakr Live kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Bu birinchi video va birinchi rubrika deb atasak ham bo'ladi. Qaysidir ma'noda agar birinchi chiqsa, bundan oldin boshqa bitta video ham chiqmasa. Xo'p, bugun bizlar bilan psixologiya fanlari bo'yicha doktor hamda Profi University dotsenti Akobir Abdullayev bo'ladilar. Men ustozim. Xo'p, Akobir aka. Xo'p, hech qachon Akobir aka demagan ekansiz-da men. Ustoz, men aytiraman. Xo'p, okey. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatayotganlar, ko'rayotganlar. Demak, bu bizni hamkorlikdagi va umuman YouTube'dagi birinchi podkastimiz bo'lyapti. Menimcha, sekin-sekin mana shu podkastni biz rivojlantiradigan bo'lsak, xudo xolisa, bizni kuzatuvchilarimiz bizni qo'llab-quvvatlashsa, eng muhim, eng qiziqarli, eng foydali mavzularga, asosan sport psixologiyasi nuqtai nazaridan yondoshgan holatda biz yaxshi bir foydali, manfaatli videolarni qilamiz deb o'ylaymiz. Va video boshida aytib o'taman, ushbu podkastning nomi Abu Bakr Live kanali chiqadi, lekin alohida nomini qanaqa nomlashimizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va hozircha ustoz shogird degan nom kelyapti hozirchalikka. Bu haqida kommentda yozib qoldirsanglar, o'shani o'qib chiqib, keyin tanlaymiz. Qanaqa podkast bo'ladi nomi. Lekin hozircha podkast bo'ladi. Mavzu yo'nalish psixologiya, sport psixologiyasi yoki sport yoki odamlar uchun bir foydali psixologiya va ijtimoiy mazgina bo'ladigan voqealarga munosabat. Temalarni ham muhokama qilamiz. Nima edi? Siyosatga aralashmagan holatda. Albatta. Shunaqa tinchlik kerak hozir. Ustoz, hozir bugungi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz hozirgi zamonda telefon bilan bo'ladigan munosabat, ya'ni scrolling. Shorts videolar va undan tashqari hozirgi zamonda insonlar qabul qilayotgan informatsiyalar haqida. O'zi hozirgi zamonda telefonsiz yashashi iloji yo'q. Chunki ishimiz ham butun boshli hamma narsa shu telefon, notebookka borib taqalgan va shundan qanaqa bizni xavflar kutyapti va buni tizimlashtirish kerakmi yoki bu o'z-o'zini normaga solib qo'yadimi? Endi men shu oxiridan boshlamoqchiman. O'z-o'zidan normaga solib qo'yadimi yoki o'z-o'zidan hamma narsa yaxshi bo'lib qoladimi? O'z-o'zidan tizimga tushib ketadimi? Eng katta manbetimimizdagi xato shu. Ya'ni hech nima qilmay muammolarni hal qilib bo'lmaydi. Agar hech nima qilmay muammolarni hal qilib bo'lganda edi, psixologiya bo'lmasdi yoki qandaydir bir muammolarga yechim topadigan biror bir soha bo'lmasdi va hech qaysiga ehtiyoj bo'lmasdi. Agar qaysidir muammoni shundoq tashlab qo'ysa va u o'z-o'zidan yechilib ketadigan bo'lsa. Shuning uchun biz o'zimizga har doim shu qonuniyatni aytishimiz kerak. Hayotimizda real bitta muammo bormi? Bu bizning hayotimiz sifatini yomonlashtiryaptimi, bizni hayotimizni buzyaptimi, kayfiyatimizni buzyaptimi kamida? Demak, hech nima qilmay o'sha muammoni hal qilib bo'lmaydi. Unga nimadir qilish kerak. Ani aytadi-ku, prikol bo'lsa ham nimadir ko'zini suzmasa, nimadir ipini uzmaydi boru. Demak, hamma narsa nimadir qilish kerak, keyin u nimadir bo'ladi. O'sha ipni uzish uchun ham ko'zni suzish kerak degandek, biror bir muammoni yechish uchun ham nimadir ta'sir qilish kerak, nimadir harakat qilish kerak. Scrolling ham xuddi shunaqa katta bitta muammolardan biri va odamlar hozir kuniga 10 soatlab telefon qarshisida vaqtini o'tkazyapti. Bundan maqsad bormi desa, yo'q. Bundan naf olyapsanmi? Yo'q. Kim o'ziga naf olyapman deb o'ylab topgan bo'lsa, u o'zini shunchaki aldash bilan vaqt o'tkazyapti. Va bugungi kunda sportchilarda natijalari pastga ketishining eng katta sabablaridan biri mana shu scrolling. O'zi scrolling nimaligini tushuntirib ketishimiz kerak. Scrolling bu bemaqsad telefonda varaqlab o'tirish. Shunchaki varaqlab o'tirish bemaqsad. Kerak bo'lsa, misol uchun kitobni ham varaqlab o'tirish scrollingga bitta turiga kiradi. Ya'ni bemaqsad prosta varaqlab o'tiribdimi?
undan o'ziga hech nima olmayaptimi? Olgan narsasidan hayotida, o'zida, kayfiyatida, xarakterida, dunyoqarashida hech nima o'zgarish bo'lmayaptimi? Demak, bu scrolling. Bemaqsad telefonni varaqlash, bemaqsad vaqtini o'sha telefonni varaqlash bilan o'tkazish. Endi hayotimizda hech nima o'zgarmayaptimi bundan? Demak, u bizni qandaydir vaqtimizni, kamida vaqtimizni yomon tomoni bekorga ketkazyapti. Shuning uchun scrollingning o'zi eng dahshatli muammolardan biri. Sportchilarda psixologik muammolarga, natijalarning pasayishiga sabab bo'lyapti. Odamlarda nevrozlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti. Odamlarni aytaylik qanday kontent ko'rishidan kelib chiqqan holatda uni miyasini buzilishiga olib borayotgan eng katta muammolardan biri. Va bu yerda nimadir qilish kerak. Buni aniq bir nomi berilgan bir xavfi bormi? Ya'ni mana shu ziyoda bo'lsa va qanchalar ko'p bo'lsa, bu mana shunga sabab bo'lib qolishi mumkin degan. Xo'p, tadqiqotlarga ko'ra 2 soat. Ya'ni 2 soatdan ortig'i real buzilishga olib boradi. 2 soatdan ortig'i. Mani o'zimni biz hammamiz scrollingdan o'tganmiz, balki o'tyapmiz, bo'lishi mumkin. Mana o'zim, men ochig'ini aytaman, har kuni hech bo'lmasa 5 daqiqa Instagram varaqlayman. Va bunga yetarlicha bahonalarim ham bor o'zimga va bu narsani tan olaman. Biz hammamiz o'rganib qolganmiz o'sha. Hech bo'lmasa 5 daqiqa bundoq varaqlab o'tkazmasak bo'lmaydi. Shuning uchun men o'zimga o'zim limitlar qo'yganman. Ya'ni shu darajada limitlar qo'yganmanki, unga kod qo'yib, u kodni kimgadir qo'ydirib, u kod qaysiligini bilmasdan uni buza olmayman. O'zim, ya'ni shunaqa dasturlar o'rnatib tashlaganman o'zimga. Uni buzish uchun kimgadir pochta orqali yozish kerak, undan nechidir kun kutish kerak. Shunaqa algoritmlar orqali o'zimni o'zim nazorat qilishga, limit qo'yishga harakat qilib, o'zim scrollingdan chiqib keta oldim. Ya'ni men o'zimda bo'lgan holatdan kelib chiqaman va bitta narsa 15 daqiqadan oshig'i o'zi xavfli. 15 daqiqadan oshig'i. Agar ish shu bilan birga bo'lsa-chi, ya'ni ishi shu telefonda bo'lsa va telefonda o'sha keladigan javobni kutish uchun bo'lib turib, ya'ni doimiy shu orqali ishlansa-chi. Xo'p, hozir shunday dasturlar chiqqan, istalgan dasturni qaysidir funksiyalarini bloklab qo'yish iloji bor. Bilasizmi? Ha, anaqa bor edi. Nomi esim kelmayapti programmani. Bilsangiz, aytsangiz chiqarib olaman montajda. Stay Free degan programma bor. Yana u programmani reklamasiga o'tib ketmaylik. Unga o'xshagan juda ham ko'p programmalar bor. Aksiga olib, faqat iPhone'da Stay Free ishlamaydi, lekin Androidda Stay Free ishlaydi. iPhone'da o'zini programmalari bo'lishi mumkin. Men asosan Android ishlatganim uchun aytaylik, o'sha Stay Free'ni o'zim uchun zo'r bir kashf qilganman. 2023-yildan boshlab ishlataman Stay Free'ni. Birinchi yil men uchun dahshat Stay Free ko'zimni ochgan. U programmani zo'r tomoni yil oxirida sizga necha soat foydalanganingizni, necha soat piyoda yurib foydalanganingizni aytadi-da. Va eng dahshati piyoda yurib foydalanishi xavflarini tushuntiradi-da. Siz shuncha vaqt yil davomida piyoda yurib telefondan foydalandingiz. Ya'ni telefonga qarab yurdingiz degani-da. Bu ham aslida dahshat. Keyingisi, telefonga qarab qancha chuqurlarga tushib ketgan, mashina urib ketayotganlari bor-da. Shunday xabarni beradi va bu sizni qo'rqitadi. Biz qo'rqmasak, nimadandir bundoq ko'zimizni o'zimizni olmaymiz. To'g'ri. Real, qo'rqqanimiz uchun nimagadir qaramaslik kerak bo'lgan narsaga qaramaymiz. To'g'ri. Qo'rqmasak qarab turaveramiz. Endi xuddi shunaqa birinchi qo'rqitadigan tomoni, ikkinchi qo'rqitadigan tomoni yil oxirida общий siz qaysi dasturdan qancha foydalanganingizni soatini chiqarib beradi-da. Eng ko'pi, eng kamini chiqarib beradi-da. Va birinchi yili menga anaqa deganda, Harry Potterni hamma aytaylik seriyalarini, kinolarini shuncha vaqtni o'rnida Harry Potterni shuncha seriyasini san 100
nechidir marta ko'rib chiqqan bo'larding deganda. Shuncha ketqizgan vaqtingni evaziga. Yoki shuncha vaqtda san где-то 100 ga yaqin kitob o'qigan bo'larding deganda. Va o'sha yili realno men yil davomida kitob o'qimagandim. Ya'ni bundoq qaragan, maqolalar o'qigan bo'lishim mumkin, lekin bitta kitobni boshdan oxirigacha o'qimagan ekanman-da. Va o'sha vaziyatda men shunday ko'zim ochilgan. Birinchidan o'zimga maqsadlar qo'yganman. Ikkinchidan realno shuncha vaqtni o'rnida men boshqa narsa qilgan bo'lishim mumkin edi. Va menda o'zimni ham aldash bo'lgan. Telefon bilan bog'liq ishlarim juda ham ko'p-ku deb. Va o'shani kompyuterga o'tkazish mumkin. Qaysidir funksiyalarni bloklash mumkin ekan aslida. Shuni o'rniga men foydali ish bilan shug'ullanishim mumkin ekan degan fikrni vizual ko'rsatib berganda menga. Yillar oxirida shunaqa menga tahlil qilib bergan. Realno men va keyingi yil menda siz yillar davomida foydalansangiz, o'tgan yildan ko'ra bu yil deydi. Keyingi yil oxiridagi natijasini men realno kutganman. Oxiri o'sha 31-dekabr kuni chiqaradi rostdan. Yoki 29-30 shu dekabr oxirida chiqaradi. Bunday chiqarganda o'tgan yilgidan ko'ra 30% vaqt san telefon bilan kam ekranda kam vaqt o'tkazding degan narsa meni xursand qildi. Demak, sizni nazorat qilib turadigan odamlar. Programma, dastur. To'g'ri. Xo'p, endi aynan mana shu scrolling, telefondan bemaqsad foydalanish. Men hozir ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni yangiliklar, umuman Reels video, Shorts videolar haqida aytaman. O'yinlar mavzusida emas. Ya'ni o'yinlarga sarflangan vaqt haqida emas, bu haqida boshqa alohida, chunki katta mavzu, u haqida alohida gaplashamiz. Aynan mana shu videolar va ya'ni bekorchi narsalarga sarflanadigan vaqt orqali ishda bizda stress, diqqat yetishmovchiligi yoki yana shunga o'xshagan narsalar sodir bo'lishi mumkinmi? U aniq sodir bo'ladi. Chunki siz fokus bo'la olmaysiz, diqqatingizni bitta narsaga jamlay olmaysiz va buni jamlay olmay qolganingizning asosiy sababi men bu yerda yangi video chiqqan bo'lsa-chi, men bu yerdan qandaydir xabar kelgan bo'lsa-chi, yoki men shu qo'ygan postimga like yig'ildimikan, qancha like yig'ildi ekan, yoki men bu qanaqadir trenddagi narsaga odamlar qanday munosabatda bo'ldi, odamlar qanaqa komment yozdi ekan. Va biz uni hayolimiz mana shunaqa 8 taga bo'linadi. Men bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim bitta ishimiz bo'ladi-da. O'sha ishga sarflaydigan diqqatimizni 8 taga bo'lib yuboramiz oqibatda. 8 ta bu eng minimali. Siz bitta 5 daqiqaga, 10 daqiqaga shundoq Instagramga kirib chiqing. 20 ta 30 ta Reels'ni varaqlashga ulgurasiz. Va 20 ta 30 ta Reels'dan biror bir narsani eslab qola olmaysiz. Dahshati, eng bir dahshat, donishmandona fikrlar, bitta kitobni o'qib olinadigan xulosalar bo'lishi mumkin-da, lekin siz ularni birontasini eslab qola olmaysiz, ularni birontasiga hayotingizda amal qila olmaysiz. Bu ma'lumotlar qayerga ketishini bilasizmi? Qayerga ketadi? Miyani arxiv bazasi bor. Ya'ni bitta video ko'rganimizda miya uni eslab qolishga harakat qiladi va keyingisiga o'tkazganimizda u eski videoni arxiv serverda bo'lsa, arxiv serverga otib yuboradi. Hozirgi kunda agar o'sha arxiv serverimizga murojaat qiladigan bo'lsa, u yoqda 1000 dan yoki milliondan oshiq ma'lumotlar aylanib yotibdi. Va shu oqibatida biz aytadigan narsa nima? Shu eslab qolish qobiliyati pasaygan deymiz. Shu manimcha yosh bilan bog'liq bo'lsa kerak, qariyapmiz deb qo'yamiz yoki charchaganman. Endi faqat yosh bolalar zo'r eslab qoladi. Endi yosh katta bo'lgandan keyin eslab qolish ehtimoli kam degan turli xil gaplar, miflar yuradi desa to'g'ri bo'ladi, lekin o'zi unda o'ylab qarasa, men o'ta kuchli xotira haqida aytmayapman. Bor-ku, so'zlarni xotira bo'yicha alohida ishlab, shunchaki inson har doim ishlatadigan xotira, ya'ni o'sha bitta o'qiganda eslab qolish kerak bo'lgan ma'lumot, yillar bo'ladi, ayniqsa studentlarda
ana o'sha narsalardan siz o'zingizda o'sha narsa bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi? Shu qilayotgan narsani ta'sir qilganmi yo'qmi deb tekshirib olishingiz mumkin degan ma'noda aytmoqchi edim. Agar shuni reels qilsa ham zo'r bo'lar ekan. Okey. Hammasi qolsin, hech nimani kesmang deydi. Xo'p, mana shu yerda bitta muhim narsa bor-da. Boyagi arxiv dedingiz-ku, aslida o'sha arxiv bor yo'qligi haqida u narsani bir ozgina ilmiy fakt checking qilishimiz kerak ekan. O'zim o'ylab topdim. Okey, fakt checking qilishimiz kerak ekan. Lekin psixologik jihatdan bizni xotiramiz ikki xili bor, uzoq muddatli, qisqa muddatli xotira. Qisqa muddatli xotirani sig'imi 7-9 birlik hisoblanadi. Bu degani siz bittadan 9 tagacha birlikni eslab qolishingiz mumkin. Mana sizga men ketma-ket 9 ta so'z aytadigan bo'lsam, o'sha 9 ta so'zgacha siz eslab qolishingiz mumkin. Bizni vaqtinchalik xotiramiz, qisqa muddatli xotiramiz 9 tagacha birlikni eslab qola oladi. 9 tadan yog'ini eslab qola olmaydi. Va siz mana bu yerda qisqa muddatli xotirani ruschasiga aytganda ushatach qilib tashlaysiz, to'kib tashlaysiz. Qisqa muddatli xotira trenirovka qilishga ulgurmaydi. Siz misol uchun 9 ta hech qachon biz rovna 9 ta reels ko'rib yopmaymiz. Nechta reels ko'rganimizni ham hisoblab o'tirmaymiz. Nimani ko'rganimizni ham hisoblaymiz. Faqat oxirgisi yoki boshidagi eslab qolmaydi. Qisqa muddatli xotira ishlashga ulgurmaydi. Va bu degani ishlashga ulgurmayotgan narsa u charchaydi degani. Mana siz odatda kun davomida misol uchun agar hujjat bilan ishlaydigan odam bo'lsangiz, sizga rahbar aytaylik 5 ta hujjatni kun davomida yozib, chizib, tasdiqlab, qatlagadir jo'natishni yoki qabul qilishni, tahlil qilishni berdi. Bu narsani kun davomida qila olasiz. Va odatda har kuni 5 ta hujjat bilan ishlashga ulgurasiz deylik. Endi sizga 45 ta hujjat berdi. Siz uni bajardingiz, qiynalib ketdingiz, portlab ketdingiz, bajardingiz. Endi ertasiga kuni yana 45 ta hujjat berdi. Siz yana qiynaldingiz, portlab ketdingiz. 3-kuni siz charchoqdan o'sha ertalab ko'zingiz ochilmaydi-da, ishga kechikib borasiz. 4-kuni umuman ishga bora olmay qoladigan bo'lasiz. 5-kuni ishga bormay qo'ya qolasiz. Bor nahoti boshlanadi. Yonib portlab ketasiz. Xuddi shunaqa bizning qisqa muddatli xotiramiz ham ishlashga ulgurmay qolganidan, ya'ni siz mana 45 ta hujjatni bajarishga ulgurmaysiz bir kunda-da. Odatda sizning normangiz 5 ta yoki 10 ta. 45 taga ulgurmaganlaringiz qo'shilib siz charchoqqa o'tib ketasiz. Bizni qisqa muddatli xotiramiz ham, diqqatimiz ham ishlashga ulgurmaganidan charchoqqa o'tib ketadi. Va charchoqqa o'tib ketgandan keyin u ishlamay qoladi. Ishlamay qolgandan keyin biz elementar nimani diqqatga qo'yganimizni eslolmaymiz. Va ko'plar bilib bu narsani tushunmaydi. Mana bizda qisqa muddatli xotira yaxshi ishlamayapti. Diqqat yaxshi ishlamayapti. Degani biz stressga chidamlilik ham yaxshi ishlamayapti degani. Qisqa muddatli xotirasi yomon ishlaydigan, shunchaki diqqatini jamlay olmaydigan odamlarda stressga chidamsizlik ham paydo bo'ladi. Va stressga chidamsizlik nima degani? Odatda bizning hayotimizda bitta muammo paydo bo'ldi va u muammo bilan biz shug'ullanishimiz kerak. Shug'ullanish uchun diqqat, xotirani o'shanga safarbar qilishimiz kerak. Bu anetda ishlash xohlamaydigan tafakkurni ham safarbar qilishimiz kerak. Lekin biz ularni safarbar qilamiz deganimizda ular charchoqdan o'sha tekislanib ketgan bo'ladi. U paytda o'sha bizda stressga chidamlilik bo'lmaydi, chunki stressga chidamli bo'lish uchun stressni muammosini bundoq olib, uni tahlil qilib, unga yechim qidirib, yechimga kirishimiz kerak, harakat bo'lish kerak. Shu narsa bo'lmagandan keyin stressga chidamsizlik ham paydo bo'ladi. Stresslarga dosh berish o'rniga, stresslarni yengish o'rniga biz stresslarni domiga kirib ketaveramiz. Bu yo depressiya, yo nevroz yoki qanaqadir apatiyalarga o'tib ketadi. O'zi siz biladigan
yoki o'zi umuman bir tizim bormi, o'sha hammasini bir tizimlashtirish mumkin bo'lsa? Xo'p, bu hamma uchun unikal bo'ladi. Hamma o'zidan kelib chiqishi kerak. Buning uchun biz o'zimiz tahlil qilishimiz kerak. Birinchi tahlil qilib ko'ring. O'zi siz nimani xohlaysiz? Sizga nima kerak? Telefondan foydalanishdan maqsadingiz nima? Mana shu narsani ko'rib chiqing. Endi keyingisi, siz kuniga qancha vaqt telefondan vaqt o'tkazishingiz kerak? Ya'ni agar u siz uchun ish bo'ladigan bo'lsa. Endi qaysi funksiyasi kerak sizga? O'sha funksiyasini alohida olingda, sizni ishingiz bilan bog'liq bo'lmagan funksiyalarni hammasini shunchaki yo'qotish kerak. Endi lekin bizda mana bu yerda xavf borda. Instagramdan chiqib ketadigan bo'lsam, men yo'q bo'lib qolaman-ku. Meni hech kim tanimaydi-ku. Men hech kimga keraksiz odamman-ku. Bu bizdagi ijtimoiy munosabatlardagi muammolarimizdan. Demak, bizni haqiqiy realni bironta ham do'stimiz yo'q. U bilan bir o'tirib gaplashib olib, bizni borligimizni e'tirof etib turadigan. Balki oilaviy munosabatlarda muammolarimiz bordir. O'shalardan qochib biz bu yoqqa kirib yuribmiz. O'shalarni hal qilib olish kerak. Chunki biz ko'p holatda Instagramga hamma narsani unutish, chalg'ish, bu nima degani? Qochib kiramiz. Va u yerda maza qilib o'zimizni erkin his qilamiz. Hech nima muammo haqida o'ylamaymiz. Instagram yoki mana shu ijtimoiy tarmoqlar narkotik yoki sigaret chekish, alkogolizm bilan deyarli bir xil narsa. Siz Instagramga o'tirib qolganmisiz? Misol uchun bitta kirsangiz qaytib chiqib keta olmaydigan bo'lib qolganmisiz? Siz o'sha kashandadan farqingiz yo'q. Men o'zimni tahlil qilganimda, men o'zimga shu narsalarni aytdim-da, chiqib ketish uchun, limitlarni qattiq qo'yish uchun o'ylab topayotganimda va bu kurash bo'ldi, realni o'zimda kurash bo'ldi. Va hamma shunaqa qilib o'zi bilan o'zi kurashish kerak. Qaysidir momentda o'ziga qattiq gapirish kerak va o'shandan sekin chiqib ketishimiz ham mumkin. Birinchisi topib oling. O'zi nima uchun kerak telefon? Uni qaysi funksiyasi kerak? O'sha funksiyadan foydalansangiz, sizda nima plus o'zgarishlar bo'ladi? Va keyingisi, siz nimani yo'qotyapsiz bu yerga kirib ketib? Xavflarni ko'rib chiqishingiz kerak va o'zingizga limit qo'yishingiz kerak. Limitni shunaqa qo'yish kerakki, odamlardan yordam so'rang. Limit qo'yishda. Misol uchun, oilangizdan yordam so'rang. Men qolib ketayotganimda menga aytgin deb yoki yaqin o'rtog'ingizdan meni ko'p onlayn turganimni ko'rsang, menga gapirgin deb yordam so'rang. Endi oxirgi holat, hamma ham bu narsani qilmaydi, psixologga borish kerak. Psixologga borib, polniy tahlilni qilib olib, tahlildan kelib chiqqan holatda psixologdan har doim o'sha superviziyani, maslahatlarni yoki yo'l yo'riqni olib turish kerak. Chunki tizimning asosi shu, lekin hammada asos o'ziga xos tarzda quriladi. Harakatlar rejasi tuziladi, keyin uni kuzatib borish kerak. 3 kun, 1 hafta, 1 oy, 45 kun, 2 oy, 3 oyda biz dinamikani ko'rib chiqishimiz kerak. Shundan kelib chiqib, qandaydir o'zgarishga, natijaga chiqishimiz mumkin. Hozir bizni ko'radiganlar nima edi? Aynan shu sohada butun dunyodagi hamma muammoni men boshimdan kechirib chiqqanman deya olmayman, lekin bu muammoga juda ko'plar bundoq kirib chiqqan bo'lsa kerak. Aynan o'zim boshimdan o'tganim uchun bitta hamma psixologman, hammani tabib emas, boshdan o'tgan tabib deydi-yu, aynan shu jarayondan o'zim ham orada o'tdim-da. Qarasam kirib ketyapman. Keyin bu yo'nalishda men o'zimga strategiyalar, o'zimga missiyalar, o'zimga limitlar va bu yerda ham men o'zim ham yordam oldim. Misol uchun o'zimni turmush o'rtog'imdan qaysidir vaziyatda so'radim shu limitlarni qo'yishga. Qaysidir vaziyatda o'zimni urishgan paytlarim bo'ldi va bu jarayonga bittada erishib bo'lmaydi. Yo'q, o'zi bu hozir kimdadir bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi deyishadi, chunki bu hozir hammada bor. Chunki hozirgi zamonda u ommaviy yetilyapti bu narsa. Buni misolini qayerdan bilish mumkin? Shunchaki Instagramga kirib turib, Reels'ni bitta obnoviy qilsangiz, yangi Reels chiqib kelyaptimi? Demak, odamlar qanchalar ko'p undan foydalanayotganini bilib olish mumkin-da.
Bu faqat Instagram to'g'risida emas, o'zi umuman istalgan qisqa video, xoh Instagram bo'lsin, xoh TikTok bo'lishi TikTok, mumkin. xoh Instagram. Keyin ma'lumotlar degani bu faqatgina qanaqadir bir tegishli ma'lumotni o'qishga emas, ya'ni qanaqadir statistika yoki nimadir yangilik yo'q. Bu istalgan ma'lumot. Bu degani siz do'stingiz bilan varaqlashib, nima deydi, 1-2 soat gaplashishingiz ham bu informatsiya. Ya'ni ustoz aytgan edilar, mushtariy ustoz aytgan edilar, ustozim, hozirda bizni miyamiz o'zini maksimumida ishlayapti, go'yo portlab ketadigandek. Sababi biz uyg'onganimizda telefonga qaraymiz va kunning oxirigacha telefondan foydalanamiz. Ya'ni biz shu darajada ko'p informatsiya beramizki, miya uni tahlil va tahrir qilishga ulgurmaydi deb aytgan edilar. Bu narsa haqiqatdan ham shunaqa. O'zi bundoq olib qarasa, telefon bilan bo'lgan vaqt va telefonsiz o'tkazgan vaqtimizni solishtirib ko'rsak, shuni o'zi aytadi. Agar qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, telefon bilan hozir hojatxonaga ham birga borib, hojatxonadan ham birga chiqyapmiz. Bu shunga dalolatki, bizning miya hozir o'zini eng maksimumida ishlayotgani uchun ham hozir o'sha biron bir narsa esdan chiqib qolishi o'sha tabiiy holat bo'lib qoldi. Qanaqadir normadek qaraladi, nimadir esdan chiqib qolsa yoki diqqat, ayniqsa asabiylikka ham bu ta'sir qiladi. Bu ham bundoq qarasa, vроде бы norma. Hamma asabiylashadi, deydigan narsa qarash bo'lib qolgan. Bu hozircha normadek tuyulishi mumkin, lekin ertaga hayotda, shaxsiy hayotda, ishxonada qanaqadir muammolar kelib chiqishi aynan mana shu zaminida shu yotishi mumkin. Shular. Keyin yana bitta narsa, menimcha biz keyingi anaqalarimizda, bu podkastlarimizda miya haqida alohida bitta podkast qilishimiz kerak ekan. Keyin aynan shu holatga oid sindromlar bor-da. Okey, Google sindromi degan narsa bor. Ya'ni bu haqda hozir gapirmayman, u o'zi yarim soat oladi. Shunga o'xshagan sindromlar haqida gaplashishimiz kerak, chunki hammasi aylanib mana shu temaga kelyapti. Oqibat nima bo'lyapti? Biz o'zimiz hayotimizdan qoniqmaslik, stressga chidamsizlik, muammolar, depressiya, nevroz, oxiri borib qandaydir addiksiyaga, ya'ni qaramlikka bundoq kirib qolyapmiz. Yo kimdir alkogolik bo'lib qoladi, kimdir ijtimoiy tarmoqqa kirib ketadi, kimdir вообще dahshat, misol uchun azart o'yinlariga borib butun hayotidan, munosabatlaridan, boylikdan ayrilib qolayotganlar bor. Hammasi aynan oddiy psixologik haqiqatlar, psixologik qoidalar bilan bog'liq joyi bor. O'ylashimcha, bugungi podkast yetarlicha bo'ldi. Bu to'liq emas, buni davomi bo'ladi va mavzular jihatida zo'r bittani qanaytdingiz va aynan sizlar ham mavzuni tanlashingiz mumkin. Ya'ni kommentda qaysi mavzuda gaplashaylik va qaysi mavzu qiziq va aynan psixologlarga beradigan, o'zingizga qiziqtirgan qanaqadir savol bo'lsa, yozib qoldirib keting. Albatta, ana qilamiz. Nima deydi? O'qib, o'zi videoni boshida bir o'qib olsa ham bo'ladi. Shunaqa qilamiz. Ya'ni o'sha kommentlarga javob berishga harakat qilamiz hammasiga. Mavzuni tanlash bor va albatta kanalning nomini ham, aynan shu podkastning nomini ham o'ylab ko'ringlar. Qanaqasi yaxshiroq. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat kattakon ustoz sizga. Sizga rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun. Bu narsa o'zi biz juda anchadan beri, taxminan menimcha 1-2 yil bo'lib qoldi bu narsani biz rejalashtirib, gaplashib yurganimiz. Mana endi boshlandi, Xudo xolasa bu yog'iga davomli bo'ladi. Muddatini ham qilishimiz kerak. Haftada bitta qilamizmi? 2 haftada bitta qilamizmi? Bu narsani ham, misol uchun, sizlar taklif bersanglar, bizni kuzatuvchilarimiz, bizni ham biz o'ylaymiz, kuzatuvchilarimiz gohida menga o'zimga keladi. Misol uchun, juda ko'p odam bor, lekin hech kim komment yozmaydi, demak juda kam odam bor, lekin shuncha odam bor-ku, demak juda ko'p odam bor. Shunaqa bu paradoksal holatda va komment yozsanglar, o'zingizlarning fikr mulohazalaringizni bildirsanglar, albatta shundan kelib chiqqan holatda podkastlarning keyingisi, soni, vaqti, kuni, davomiyligi, menimcha davomiylik men shu normallik deb o'ylayman, 20-25 minut, uzog'i bilan yarim soat. Shundan kelib chiqqan holatda biz keyingi harakatlarni shunga qarab qilamiz. Demak, hayotda, sportda,
oilada doimo misol uchun g'olib bo'lish uchun albatta bizni podkastlarimizni ko'ring, chunki biz sport psixologiyasini asos qilib olamiz. Sport psixologiyasi bu g'alaba psixologiyasi degani. Keyin aynan mana shu scrolling haqida gapirganda yaqinda bitta maqola o'qib qoldim. Win the morning deganda, ya'ni tongni g'alaba bilan boshla. Tong ustidan g'olib bo'l deganda o'zbek tilida. Endi bu nima ekan deb bunday o'qisam, ertalabdan telefon bilan ishni boshlamaslik, ertalabdan ijtimoiy tarmoqni tekshirmaslik, ertalabdan qandaydir xabarlarga javob yozmaslik va uni o'rniga hech bo'lmasa birinchi 7 daqiqani o'zingiz uchun tanangiz, ongingiz uchun foydali ish bilan band bo'lishingiz tongni g'alaba bilan boshlash ekanda hozir. Hozir g'olib bo'lish uchun prosta ertalab tongda turib birinchi 7 minutni, mayli 2 minut jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Yoki o'sha undan keyin 3 minut kitob o'qing, 2 minut mayli bir duo qiling, kamida-da. Biz juda qadriyatlari katta odamlar haqida gapirmayapmiz. Ulardan juda pastdagi odamlar bor, o'zini har kuni so'kib, qarg'ab, qachon men bir odamga o'xshab hayotim o'zgarar ekan, fikrlarim, diqqatim o'zgarar ekan deb o'shalar haqida gapiryapmiz. O'zimiz haqimizda gapiryapmiz deylik. Chunki kommentda nima edi, shunaqa gaplarni tagida birdaniga diniy qadriyatlardan gap boshlaydiganlar bor-da va ularni o'zini ko'rsangiz, hayotini ko'rsangiz nimalar bo'lib ketayotgan bo'lishi mumkin. Biz aynan kichik, lekin hayotimizda yaxshi o'zgarishlarga olib boradigan bir g'oliblik sirlarini bo'lishga harakat qilamiz qo'ldan kelguncha. To'g'ri. Rahmat kattakon, e'tibor uchun rahmat. Bugungi mavzularga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Gapirgan gaplarimiz qanchalik to'g'ri va noto'g'ri qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.